Shamsun aka, assalomu alaykum. Mana biz hozir ish beruvchi bilan gaplashdik. Shamsun aka, gallasovlarni ham eshitdingiz o'zingiz, sizga zapis qilib tashlab qo'ydim. $500 oshiqcha ish bo'lsa ketishaver dedi. Men undan oshiqcha pul bermayman dedi. Men qolgan hammamiz yo'q, $500 ishlamaymiz. Endi mana menga unaqa qilib men ham gapiraman. Hurmatli hokimimiz, bayda $500 dan ishlaydigan bo'lsak, $200 dan qornimizga ketsa, $100 dan misol sovun povun kirpirimizga savdo podalariga ketadigan bo'lsa, $200 uchun bayda yurishib, vaqtimizni o'tkazdirib sarson bo'lishimizning foydasi yo'q. Bunda O'zbekistonga qaytib jo'natib o'tgani yaxshi. Tugamadimi zapis? Tugab qolmaydimi? Tugamadi. $500 oylik aytyapti, yemog'ing o'zingdan, yotog'ni o'zing to'laysan deyapti. $200 dan unga chiqsa $200 pul qolyapti. U O'zbekistonda biz undan ko'proq topamiz. $500 dan ko'p. Ular aytyapti, ket demayapti-yu, kechgacha hal qilamiz dedi. Shuni hal qilishingizni so'raymiz. Shu